Hammaga salom, sizlar bilan Shahur To'la bilaman. Anchadan beri Poco X7 Pro telefonini obzorini juda ham ko'pchilik so'rayotgandi va aynan mana shu talablarga binoan bugungi videomizda to'liq 2026-yilda sotuvsi bo'ladimi, u yilida qanaqa ishlab beradi, mana shuni analitikasini to'liq sizlar bilan ko'rib chiqamiz, o'zimga maslahatlarim beraman. Videomizni boshlashdan oldin sizlarga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya qilib ketmoqchiman. Bu yerda optimizatsiya, 120 FPS ga berish xizmati va AMK ni ham bemalol sotuvsilar bo'ladi. Narxi 50 ming, ichida optimizatsiya bonusiga ham qo'shib beriladi. Ishlashini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Telegram kanalimni shunday ekran yilida shunday chiqarib qo'ydim. Bemalol o'tsizlar bo'ladi. Va Timurning ham kanalini обязательно tavsiya qilib ketaman. Kanalga o'tinglar, mendaqa videolar kerak bo'lsa, chiroyli arzon narxlarda yasab beradi. Aytgancha o'rtoqlar, sizlarga bitta kichkinagina yangiligim bor. Bilaman, anchadan beri yaxshi bitta naushnik sotib olmoqchisizlar, aynan o'yinlar uchun ham kundalikda ishlatish uchun. Bilasizlar, o'tgan safar Honor'ning original naushnikini YouTube kanalimda obzor qilib bergandim. Aynan o'sha naushnikni juda ham ko'pchiliklar so'rashdi, chunki rostdan ham 80 soatgacha bemalol ishlab beradi. Har qanaqa o'yinlarda bez zadержка, provodnoy qilib ishlatganingizda ham, Bluetooth bilan bez provodnoy qilib ishlatganingizda ham hech qanaqa zadержка bo'lmagan va o'yinni kачестволарni juda ham ovozlarini baland va tiniq yaxshi kачествоni ochib bergani uchun ham juda ham ko'pchiliklar originalnisini qayerdan topsak bo'ladi deyishganiga lichni o'zim birato'la olib kelib qo'ya qoldim. Telegram kanalimga shunday o'tsanglar, narxi 100% originalni 350 mingga bemalol sizlarga xohlagan viloyatingizga ham dostavka qilib beraman. Lichni o'zim. Shuning uchun ham hammaga tavsiya qilib ketaman. Keling, har doimgidek telefonimizning xarakteristikasidan tanishib chiqishni boshlaymiz. Displeyimiz AMOLED 667 dyuymni tashkil qiladi va to'laqonli 120 Hz ni podдержка qilib beradi. Protsessorimiz keladigan bo'lsak, MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Operatsion pamitimiz esa 8 GB ni tashkil qiladi. Protsessorimiz juda ham kuchli, qimmat flagman chiplar bilan deyarli bir xil darajada ishlab beradi va har qanaqa o'yinlarda sizlarni qotmasdan bemalol o'ynashingiz uchun o'zini bor potensialni yetkazib beradi. Batareya sig'imimiz keladigan bo'lsak, naqd 6000 mAh. PUBG Mobile yoki boshqa o'yinlarda bemalol 6 soatdan 7 soatgacha o'ynasanglar bo'ladi. O'zimizni kundalik hayotda ishlatganingizda 15 soatgacha zaryadkasi bemalol yetib beradi. O'zi 15 soat deyilgan-ku, lekin hammani ishlatishiga qarab bemalol bir kunga yetib beradi, chunki 15 soat tinimsiz ishlatganingizda o'shandagina tugatsanglar bo'ladi. Lekin bir kunda 15 soat ishlatadigan inson bo'lmasa kerak. Shaxsan o'zimga aynan mana shu eng kerakli narsalardan bittasi. Telefon mo'shni bo'lsin, o'yinlarda ham yaxshi ishlab berganda va batareyasi ham baland bo'lsa, to'g'risi men lichni mazza qilib ishlataman. Kamerasi keladigan bo'lsak, 50 megapikselni tashkil qiladi. Frontalni, ya'ni selfie kamerasi 20 megapiksel. Rasmga tushirishi juda ham yaxshi va videoga olganingizda ham 4K 60 ta kadrda bemalol podдержка qilib beradi va har qanaqa insonga bemalol o'zining ehtiyojlarini qondirib bera oladi. Endi shoh o'yinlarga keladigan bo'lsak, o'yinlarda necha FPS ochib beradi, shundan gapir desanglar, ham ko'pchilik ham bilsa kerak, PUBG Mobile va boshqa o'yinlarda o'sha maksimal 120 FPS ni ochib berishi bilan o'ziga e'tiborni juda ham zo'r chorlaganda va rostdan ham 120 FPS ni to'laqonli juda ham yaxshi ochib beradigan devislarimizdan biri hisoblanadi. Agarda telefonimiz qizib ketmasa, deyarli hech qanaqa laglarni umuman his qilmaysizlar. Sababi protsessorimiz juda ham kuchli, bor potensialni bemalol sizlarga yetkazib beradi va o'zingizlarning o'yininglarni ham juda ham chiroyli ochib beradi. Aynan zavakach qilasizlarmi yoki ultimate rang ko'tarasizlarmi, hech qanaqa laglar bo'lmaydi. TDMga keladigan bo'lsak, TDMda o'zini juda ham yaxshi ko'rsatib beradi. Yaxshi чувствительность va yaxshi настройка qilib bersanglar, zalit upravleniyalari ham va headshotdagi ishlari ham yaxshi. Endi turnirlarga keladigan bo'lsak, ham klassika, ham TDM turnirlariga ham bemalol tavsiya qila olaman. Sababi klassika turnirlarda protsessorimizni va telefonimizni o'zini potensiali juda ham kuchli va o'yininglarni professional darajada bemalol ochib bera oladi. Agar o'rtoqlar, aynan Poco X7 Pro telefonimiz PUBG Mobile'ning ofitsial katta turnirlarga homiy bo'ladigan bo'lsa, aynan katta turnirlarimizda pro igroklarimizga aynan mana shu device'imizni bemalol topshirishardi. Shundan kelib chiqib bemalol ayta olamanki, agarda o'yininglar juda ham kuchli, yaxshi bo'lsa, o'sha bor potensiallarni telefonimiz bemalol qo'llab-quvvatlaydi. TDM turnirlariga keladigan bo'lsak, agarda TDMda o'zingizlarni pro igrok bo'lmoqchi bo'lsanglar, pro darajagacha yetishmoqchi bo'lsanglar, lekin o'zimning fikrim baribir ham iPhone'ni 120 FPS li qanaqadir device'ini sotib olishni maslahat beraman. Telefonimiz juda ham beshinli kuchli, juda ham yaxshi va potensiali har qanaqa igrokni o'yinni ochib berishga yetadi. Lekin TDM turnirlarda aynan TDM sferasida iPhone o'zini juda ham yaxshi ko'rsatib keladi va aynan ishonchli va juda ham ko'pchilik igroklarimizni bor kuchli o'yinini bemalol ochib bera oladi.
Atak iPhone ekosistemasini yoqtirmasanglar, sizlar majbur emassizlar. Shunchaki lично o'zimni fikrimni bildirib o'tib ketdim xolos. Va menga eng yoqin taraflardan bittasi telefonimizni Full HD grafikaga qo'ysanglar ham uncha-munchaga qotmasligi. Bu albatta content makerlarga juda ham mos keladi. Telefonimizni baland grafikaga qo'yib olib, video zapis qilganingizda, aynan video olganingizda yaxshi kачествоda bemalol videoga olasiz. Va juda ham ko'pchilik so'raganligi uchun ham stream masalasiga ham bitta to'xtalib o'tib ketsam. Streamlarda o'zini qanaqa tutib beradi? Chunki juda ham ko'pchiliklar so'rar ekan, aynan telefonimizni o'zidan stream qilsam bo'ladimi, qotmaydimi deb. Aynan mana shu savolga javobim telefonimizda bemalol stream qilsanglar bo'ladi. Ham o'yin o'ynanglar, ham qo'shimchasiga stream qilsanglar, telefonimizning potensiali bu narsani ko'tarib berishga yetadi. Lekin streaminglar kачественно chiqmaydi. Bu telefonimizning aybi emas. Bu Androidlarda normal kачествоda stream qilib bera oladigan, streamni ko'tarib bera oladigan stream programmani o'zi yo'q. Shuning uchun ham sizlarga maslahatim, по-любому bitta kompyuter kerak bo'ladi. Aynan stream qilayotganingizda kompyuterdan qilsanglar, kачествоsi umuman buzilib ketmaydi. Endi telefonimizning narxiga keladigan bo'lsak, bu telefonimizning narxi bozorda o'rtacha holatda bemalol $300 dan $330 ham topa olasizlar. Lekin o'zimning fikrim, bunaqa xarakteristika va bunaqa telefonimizga bu narx juda ham yaxshi. Shaxsan o'zim bu telefonimizni bunaqa budjetga bemalol o'ylanmasdan sotgan bo'lardim. Sababi bunaqa narxga hozir iPhone'lardan qaysini beradi? Maksimum 11 Pro Max ni sotib olsanglar bo'ladi. Shaxsan o'zimning fikrim, bunaqa telefonimizning oldida bunaqa xarakteristikada iPhone 11 Pro Max shunchaki choyni ichadi. Kimga kerak 60 Hz ekran va PUBG Mobile'da ham 60 FPS ni ochib beradi. Normal ishlab beradi, lekin bunaqa xarakteristikaga aynan $320-$330 ga aynan Poco telefonimiz berib tursa, to'g'risi shaxsan o'zim iPhone ni tanlamagan bo'lardim. Shu bilan ortiqcha bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, men o'zimning maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib o'tirish nasib qilsin. Hammaga rahmat.